respublikamizda barcha viloyatlardan kelib odamlar mashina xarid qilib ketishyapti. Shulardan ko'pi moshin purish bo'ladi. Biz qo'ldan kelgancha moshin purishga sotmaslikka harakat qilyapmiz-u, lekin ko'p qismini baribir ham moshin purishlar olib ketib qolyapti. Bizga sotganimiz hisob. Shuning uchun shoshilib qolasizlar. Eng arzon variantlar, eng yaxshi mashinalar faqat NBNda bo'ladi. Biz sizlar uchun har doim xizmatdamiz. Obuna knopkachasini bosib, barcha mashina qidirib yurgan o'rtog'inglarga ushbu videoni tashib qo'yinglar. Narx-navolar tushib ketadi deganimizda juda ko'p obunachilarimiz bizga negativ yozishdi. Sen qayerdan pol o'chaysan? Biz pol o'chmaymiz. O'zimizning kasbimizdan kelib chiqib diagnoz qo'ya olamiz. Man sizlarga hozir tushib ketgan narxlar bilan bitta tanishtirib o'taman. 2020-yil avtomat korobka Gentra'mizning narxi $8500. $8500. Kobaltlarimiz, Midnight Kobaltimiz bor. Yangi yurmagan salondan shekkacha kelgan. Narxi $12500. Salon narxi esa 165 million so'm. Kobaltlarimiz. Mana bu kobaltimiz 2020-yil avtomat korobka $8700. Narxlarga e'tibor bering. Kia Capiat GT Line eng oxirgi pozitsiyasi propan gazlari bor, hech qanaqa kamchiligi yo'q. Narxi $22900. Xohlasangiz naqd pul, xohlasangiz nasiya savdoga. Bunaqa variantlarni o'tkazib olmaslik uchun albatta obuna knopkachasini bosib, videoga bitta like bosib qo'yish esdan chiqmasin.